Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Vayro YouTube kanali. Har doimgidek bugun sizlar bilan 38-seriyada yangi eventni o'rganib chiqamiz. Xo'p, bo'lmasam eventni o'rganishni boshladik. Qani eventga kiramiz. Event o'zini lokatsiya berdi, o'sha yerga borib olamiz. Birinchi o'rinda mana kelib oldik. Xo'p, endi boshlaymiz. Eventni obzor qilishni boshida har doimgidek reklama beradi, ammo reklamaga muhtoj odam emasmiz. Shuning uchun o'tkazib yuboramiz. Xo'p, planshetda ham ilovasi qo'shilgan ekan, o'sha yerdan ham kirsak bo'ladi bemalol. Boshlash, keyingisi doimgidek o'rgatadi, hamma narsani o'rgatib chiqadi. Birinchi qo'lda o'ynash. Xo'p, biz mana shunaqa mashina har xil joylarga mashina beradi. Boramiz, qulfini ochish kerak bo'ladi. Buzib kirish, ya'ni qulfini buzish. Birinchisi 1dan 5 gacha bo'lar ekan. 1dan 5 gacha terish kerak. 3, 4, 5. Qulf ochildi. Ochilgandan keyin 5 minut vaqt beradi. 5 minut vaqt ichida eventni oldiga, o'sha event qo'yilgan joyga olib borish kerak bo'ladi. 5 minut ichida olib bormasanglar, o'sha yutqazgan bo'lsa va qaytadan o'rinish kerak bo'ladi. Yarim soatdan keyin olib borib olamiz. Hozircha yaqin. Birinchisi olib borish unchalik qiyin bo'lmaydi. Ovozga e'tibor beringlar, yurib video olib ketyapman, shuning uchun ozgina shovqin bo'lishi mumkin. Xo'p, ikkinchi marta yana beryapti. Bu safar agar qulfni noto'g'ri tersak nima bo'ladi? 5 minut emas, 4 minut vaqt beradi. Mana qulf ishdan chiqdi deyapti. Bu o'sha 3 minut vaqt, 4 minut vaqt beryapti. Agar qulfni ocha olsanglar 5 minut, agar ocha olmasanglar promoy 4 minut vaqt beradi. Xo'p, mana ketdi u yana. Mana o'sha yerga olib boramiz, u o'zi keyin bo'ldi menimcha. Yerda bunaqa mashina haydamaganimga ancha bo'lib ketdi. Driftnoy mashinalar ekan. Shuni sozlab bo'lmaydi. E'tibor bermasangiz ham bo'ladi. Lekin jarimasi bo'ladi debdi. O'sha qabul qildik. Yana eventga kiramiz. Keyingisi yerda kuchaytirlar, reyting, keyslar, tekin keys 24 ga yetib bir marta tekin keys berar ekan. Xo'p, boshmasak bo'lmaydi ekan. 21 ta netga borish kerak. Birinchi o'ringa uspet qilamiz mashina bilan, uchinchi o'ringa bo'lsa harakat qilamiz. Lekin xo'p, o'tkazib yuboramiz. Mana 21-chisi Toshni 1 minut 40 sekund yetib kelib, 3-o'rin. Xo'p, endi ko'rib chiqamiz, kelinglar, o'zimiz alohida. Mana 21 kunlik sovg'alar bor. Mana birinchi kunning sovg'asini oldim. Bu yerda bitta, ikkita, 3 ta mashina bor ekan, lekin времени beradimi yoki doimiy bilmadim unisini. Kelaversak ko'ramiz unisini. Xo'p, keyingi nega keladigan bo'lsak, keyslar bo'limida bitta 24 soatda bir marta bepul keys ochsanglar bo'lar ekan. Bilmadim, meni 24-serverdagi uchala akkauntimdan ham bir xil shu ikkita signalni sozlash degan narsa tushdi. Bundan ham shu tushadi deb o'ylayman. Mana bundan ham shu signalni kuzatish tushdi ikkita. Chunki 4-akkauntdan ham xuddi shu narsa tushdi, bir xil narsa. Bu qolgani mana shunaqa narsalarni sotib olish, bu yerda boshlayotganlarimiz bu yerda ko'rinib boraveradi. Bu aksessuarlarda aksessuar sotib olamiz. Skinlar, aksessuarlar hammasi